Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun hozirgi paytda rosa trendga chiqqan. Hamma joyda reklamalar ketayotgan, hamma vahima qilib sotayotgan Honor X9 deydi. Obzorni qilib beramiz. Hop. Bu keladigan bo'lsak 5G bo'ladi, NFC'lari bo'ladi. Bu 12 ga 256 talik variantlari. Xo'p. Zborkasi Xitoy. Honor 5G hamma joyda reklama qilayotganidan. Bu ichidan nimalar chiqadi? Hozir sizlar bilan ochib ko'ramiz. Buni komplektatsiyasidan igorkasi chiqadi, garantiyali talonni chiqadi, shunaqa chexol chiqadi. Chexollari ham yaxshi, sifatli chexollardan. Hop. Endi bunga keladigan bo'lsak, zaryadchilari 66 wattlik bo'ladi, mana ko'rsanglar bo'ladi, super charger bo'ladi. Ishlashlari ham og'irligi ham ancha yaxshi. Kabeli bo'ladi, shunaqangi Type-C kabeli bo'ladi. Hop, ichidan telefon chiqadi shunaqa. Ishlashlari ham zo'r. Hop, 2,5 metrdan tepadan tashlab yuborsanglar ham sinmaydi. Ancha-munchaga IP68, IP69 lar bilan bemalol jihozlangan. Bular suvdan, changdan himoya. Bosimli suvlarda ham ishlaydi bemalol. 108 megapiksel bo'ladi kamerasi. Eng fishka tomoni, eng zo'r tomoni batareyasi 8300 mAh bo'ladi. Avtonomlik shu 3 kunlarga yetib beradi oddiy ishlatgan holatingizda. Endi biz O'zbekiston sharoitida ishlatishda bu где-то 1,5 kun, 2 kunga yetib beradi. Ishlashlari zo'r, sifatlanib ko'rsanglar bo'ladi. Har xil rasvetkalari bor. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol bizga murojaat qilasizlar. Manzilimiz Abu Sahiy, Keblok, bizning juda do'kon.